Kelajakda kambag'al bo'ladigan bo'sh erkaklarni qanday ajratsa bo'lardimi? Qo'liga klyonka paket ko'tarib yurishadi. Ana aygin paket bor edi-yu, shunaqa to'rtburchak. Ichida farqi yo'q uni. Kunlik ishchi kiyimi bo'ladimi, bir sumka puli bo'ladimi? Farqi yo'q, ular kambag'al bo'ladi, chunki ular bo'sh bo'ladi, silish kim. Chunki o'g'il bolalar sportiniy sumkasi 50 ming so'mga ham bor. 40 ming so'mga ham bor. Akkuratni bunday shustri bolalar ichida 1000 so'm bo'lmasa ham shunaqa sportiniy sumkani osib, kerakli narsalarni solib yuradi. Keyin boy bo'ladigan bolalar haqida aytaman. Boy bo'ladigan bolalar klash ko'tarib yurishadi. Klash bor-ku, shunaqa. Ichida 1 so'm bo'lmasin, lekin u kelajakda o'sha klash ichi pulga to'ladi, chunki ular shustri bo'ladi. Hali yoshligimdan beri biron marta ko'rmadim qo'lida shunaqa klyonka paket ko'tarib ichiga kiyimini solib yurgan odamni boy bo'lib ketganini. Agar iringlar haligacha shunaqa aygin paket, klyonka paket ko'tarsa qutqaringlar, kelajakda boy bo'lish uchun sal akkuratni qilinglar, iltimos.